Xo'p, endi qizlarjonlar, dog'li yuzlarga tushuntirib o'taman. Dog'li yuzlarga ham, umuman olganda yuzda muammosi bor, muammosi yo'q insonlarga ham bemalol anaqa 5 etap, 6 etap uxat tavsiya qilsanglar bo'ladi. Hozir mana dog'li yuzlarni tushuntirib o'taman. Ularga ham xuddi shunaqa penka berasizlar yoki suyuq sovun, lekin asosan yuz uchun penkani tavsiya qilaman va gel umvalkani tavsiya qilaman. Keyin ko'pchilik yuvishga malochka beradi. Men yuvishga malochka bermayman. Malochkani qanday vaziyatda beraman? Quruq yuzlarga makiyajni tozalash uchun beraman. Mana malochka juda ham zo'r, o'zim tinmay ishlataman, ishonaveringlar. To'xtovsiz juda ko'p ishlataman. Sababi yuzimga kunduzgi lyohki makiyaj qilgan paytimda ham borib uyga tozalab olishim uchun, tezda tozalashim uchun doim shuni ishlataman. Xo'p, dog'li yuzlarga bemalol aytib o'tganimdek gel umvalka, penka, keyin tonik. Yuvgandan keyin обязательно tonik bilan yuzinglarni namlantirasizlar.